Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Abdurahmon. 2 oylik tanaffusdan keyin yana yangi partiya novvoslar kelishni boshladi. Bugun 20-yanvar, hafta kuniga dushanba. $41,700,000 3 ta novvosgacha olindi. O'sha summa o'shuncha bo'ldi. Bularning ichidan eng bo'yi uzuni shu qizil. Buni lekin eng arzonga oldik. 13,500,000. Bo'yi pasterol lekin e'tibor novvos. Buni 13,800 ga olindi. Buni sifati bor novvos bu. Shaqlari ham yo'q. Buni 14,400,000 ga oldik kecha. Ko'rishlari mumkin. Bugun doktor chaqirganmiz. Ichki, tashqi parazitlarga yo'l qilib ketadi. Keyin rejimda boqamiz. Novvoslarni sotib 2 oy dam oldik. Sovuqda novvos boqmadik. Kunlar sar qaytgandan keyin olishni boshlayapmiz. Yani jup qilamiz, xudo xolasa, 4 ta qilamiz. 1 oydan keyin yana bitta olamiz. Olinadi. Do'stlar, yaqindan novvoslarning ko'rinishi. Rejim 14 milliy rejimda boqib ko'rmoqchimiz. Obunachimiz yozgan. Akamiz yozgan edi. 5 ta novvosini xuddi o'shunday rejimda boqishini. Mash qora novvosda sorti bo'lak. Rosa zo'r, chiroyli novvos bo'ladi. Mashinadan tushayotganda oyog'ini urib oldi, shu orqa oyog'ini urib oldi. Oqsayapti, endi 1-2 kunda yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Doktor ham chaqirtirib qo'yganmiz. Yashurga, ichki tashqi parazitlarga ko'lla qilinadi. Keyin emlashni boshlaymiz do'stlar. Endi bu safargi ratsionda silios bo'lmaydi. Vilafos bo'lmaydi. Qani ularsiz effektni ko'ramiz. Tayyor bo'lish vaqti va narxini solishtirib ko'ramiz, qaysi birida foyda kattaroq bo'lishini. Mayli, sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.